La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Şehadu la ilahe illalloh. Şehadu Muhammad abduhu ve resuluh. Assalomu alaykum. O'zbek xalqi, O'rta Osiyo xalqlari, o'zbek tilini tushunadigan xalqlar. Qirg'izlarga ham taalluqli bu. Qirg'izlarda hamki o'tgandan beri bir 10 tasi bizda mana bunaqadir bir masjiddan bizlar namoz bayat nima qilaydi, mahdi 4 ta xalifasi ham mahdi chiqardi. Video qo'ygan, ya'ni kommentariyasini o'chirib qo'ygan. 200 minglab prosmotr bo'lgan. Qirg'izlar sizlarga ham taalluqli, qozoqlarga ham taalluqli bu. Musulmon 3 ga bo'linadi endi. Musulmon 3 ga bo'linishini aytaman, qayerga bu aytilgan. Chunki bu vaqt keldi o'zi. Qiyomat soati Iso Zuhro sura 61-oyatga aytilgan. Qiyomat soati Iso deyilgan. Naml sura 82-oyatga keldi, bu davr keldi. Qasam ichib aytaman xohlasanglar. Xo'sh. Qamar sura 1-oyat keldi. Qamar surasiga qiyomat soati boshlandi, oy bo'lindi degan ma'nosi bittasi. Biron fitnasi degan hadisga turgan ayol bilan turgan ayol haqida gap ketyapti. Oilasi bo'lingani. Yana keyingisi bu musulmonlarning bayrog'i oyda rasm bor, yulduz rasm bor. Musulmonlar endi bo'linadi. Endi nimaga desanglar, musulmonlar ustidan olib ketyapti, jang ketyapti, ko'rib turibsanlar, buni ko'rmayapsanlar. Musulmonlar 3 qismga bo'linadi. Endi birinchi qismi demokratiya. Trump ketidan ergashasanlar, dajjollar nimasi yankini tagiga o'ynaysanlar. Yangi Ukrainaga urush bo'lsa ham shunda borib yashaymiz, lech tirikchilik, juguni molni sug'or. Nima deydi, juguni molni sug'or, yeshagan sug'or, pulni ol deganda mana bittasi video qo'yibdi, yevrilarga ham borib ishlayapti, balla 5 ming dollar berar ekan, to'g'ri 2 ming dollar beryapti. Qanaqa shunaqa bo'lib kuningni ko'raverasan, qonim to'ysa bo'ladi. Demokratiya bo'lsa ham farqi yo'q, senga qoning to'ysa bo'ldi, namozingni o'qib, zikringni qilib yuraversang bo'ldi. Yangi chiroy suhbatlarni qilib, kayf qilib yursang bo'ldi. Bir qismi mana shunaqa demokratdan ketadi. Ikkinchi qismi yangi aytadigan jihodga chorlayotganing, jihodga o'lib ketib, navbatma-navbat xuddi yangiday Suriyaga o'lib ketasan, boshqa unikini xotin qilasan, unikini xotin qilasan, kuniga shuna qilib 80 ming dollar, 10 ming dollar kistanga yig'ib yuraysan, shunaqa bo'lasan, keyin nima qilasan? Ahmad Sharragan ana qulluq qilganingni, ana Trampni ketiga yala yuribdi. Qo'liga million dollarlik soat to'qmaymi, nima bo'lsa ham shunaqa bo'lasan. Uchinchi qisming xohlasang menga qo'shil bayat berasan, xohlagan joyingga. Mahdi deganing men bu hamma va'da qilingan narsalar men. Macha deysan, boshqa balay battar. Planetani qutqarish kerakmi, tinchlik kerakmi? Alloh taolo men qilgan narsalarni yerdan supurib tashlasang hayot bo'ladi. Boshqa hech qanaqa demokrat tarafingdan ham yo'l bo'lmaydi, yoki urush qiladigan tarafingdan ham yo'l bo'lmaydi. Urush qiladigan tarafingdan o'zi qisqa billah dinga Xudo quvvat berib qo'yadi, sola o'ldira qiladi. Sanlar aytgan Mahdi u Alloh taoloning Makka rasul shunaqa yo'llarni menga bildiradi, boshqa yo'llar sanlarga berib qo'yadi. Sahih hadis, zaif hadisni yuraverasan, u Makkaga boradi, Madinaga boradi, bayat oladi. Yuraverasan, bir ikkita Misr qancha ko't bachchalar bor, bir 6 ta 7 ta qo'yda indamay yuruvdim. Sen najas kim degan senga ko'rsatib qo'ymas, suka biladi. Oting Ahmadmi, balay batarmi, o'zing bir Misrsanlar. Kuchugim oti Marjon deganda, kuchugingni oti Marjon, Muhammad, Ahmadni qo'yib olasan, otingni o'zing bir sasti yurasan, tamom masjiddan chiqmaysan, qo'ysang soqol qo'yasan, bitta namozga Qur'on o'qiysan. Nima voqealar bo'lyapti? Sen musulmonmisan? Nima uchun senlar xor bo'lmay bu yerdan O'rta Osiyodan surilib boryapsan, kuning o'tmasa? Nima uchun yuribsan? Qirg'izlarni ko'rib turmoq, eshitgandim. 4 ta 5 tasing bitta kvartiraga yonma-yon xotiningizga irg'iyotsan, kechasi harom xarij qanaqa nimalarga yuribsanlar, o'zingni vataningni o'ylamaysanmi? Bu O'rta Osiyo din mazhab dunyoga tarqatish kerak, Mahdiga ergashish kerak. Mahdi chiqdi vaqtda Suriyaga fitna Suriyadan boshladi degan 12 dan devorga, maktab devoriga o'quvchilar yozadi, yangi sani vaqting yetdi doktor, mana shu hadislar o'zi 12 yildan keyin Mahdi chiqadi degandi. Mana 2024 dan chiqish kerak. Qani sani Mahdilaring? Mahdidan chiqqan 15 nima bor, Arabistonga urush qiladimi, bayat oladimi? Sanlar kallangni ishlat, sanlarga yo'l ko'rsatadigan bu Mahdi bo'ladi, yo'l ko'rsatadigan. Ya'ni bu. Ya'ni hamma va'da qilingan kishilar ma'no o'zi. Shu mana orqali bo'ladi, Alloh roziligi ham mana orqali bo'ladi. Shuni unutmagan sanlar. Qiladigan jihoding ham mana orqali bo'ladi, mana buyrug'im orqali bo'ladi. Menga birinchi bayatni berasanlar. Yozasan, avtobusga ketibsan, mashinaga xohlagan joyga kraska bilan xohlasan, o'yini shipirni ustiga yoz. Men Mahdiga bayat berdim diyor. Men Allohga ishonaman, undan o'zga bor kuch-qudrat u bilandir. Allohdan o'zga kuch-qudrat yo'qdir deb yoz. Mana shunaqa qilib, yangi ahli kitobda islomga ketishimiz kerak. Quyosh mag'ribdan chiqishi, Dobbatil ard, Dajjol deyapti. Dajjol bu mana shu tuzumlaring,
antikrist yoki dajjol demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi, non oylik yoki bo'lik. Hozir hamma O'rta Osiyo musulmonlari endi Amerika, Yevropa, Rossiyaga ishga borishyapti. Uni jannat do'zax esa jannatdir. Ya'ni erkakni erkak, ayolni esa ayolga ham nikohlab beradi va har qanday Qur'on yo'q, hadis yo'q tuzumlar yotdi islomga, ya'ni dajjoldir bu. Eronniki bitta bachchalarni qo'yayotdi, yeringlar nimasi, ya'ni Qur'onni mana bunaqa, bunaqa, shunaqa bo'lib yuraverasanlar toki bitta rahbar ushlamaguningcha kim senga rahbarlik qiladi? Alloh yuborgan xalifasi rahbarlik qiladimi yo seni masjidingga mulla ishoning yo bitta imoming xalifalik qiladimi? Kallangni ishlatsanlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birlash vaqt o'tkarma.